Bo'ldi, hisobot topshiringlar. Assalomu alaykum. Kiringlar. Assalomu alaykum. Kelinglar. Nima xizmat? E'lon bo'yicha keluvdik. Kotibingizdan gaplashuvdik, ish boshqaruvchiga ko'rishing dedilar. Shuning uchun keldik oldingizga. Kelganinglar yaxshi bo'libdi. Anchadan beri kutib Hozirgi kunda eng yaxshi mutaxassis deb sizlar ikkalanglar gapirishuvdi. O'shaning uchun suhbatga chaqirdim sizlarni. Xo'sh, unda suhbatni kimdan boshlaymiz? Unaqa bo'ladigan bo'lsa, akam bilan suhbat qilib olinglar. Men tashqarida kutib turaman. Mani bilasiz, Taksun firmasini ish boshqaruvchisi bo'laman. Hozir bizga behurmatlik qilib tashqariga chiqib ketdimi? Shu yerda ham o'tirib misol uchun suhbatimizni eshitsa bo'lardi-yu. Aka, bu bola haqida ko'p yaxshi gaplarni eshitganman. Chiqib ketganiga keladigan bo'lsak, meni haybati bos qolmasligi uchun siz bilan bemalol suhbat qursin deb chiqib ketdi, aka. Men sizni tushundim. Komiljon, bularni kuzatib qo'ying, sizga aloqaga chiqamiz. Xo'p bola, yuring. Hozirgi bolani nima yetkazib bilasizmi? Bu bolani bizga rosa maqtashgan edi. Na bir ilmi bor, na bir zehni bor. Nimasini maqtashgan buni? Hayronman. Bu bolani nima sizga ma'qul kelmaganini bilmadim-ku, lekin bu bolani biz hozirgi zamonda eng kuchli o'zini sohasini mutaxassisi deb bilamiz. Kechirasiz, agar bu odamning ilmlari sizga to'g'ri kelmagan bo'lsa, bizning ilmimiz sizga to'g'ri kelmasligi aniq. Men sizni tushundim. Sizga o'zimiz aloqaga chiqamiz. Roshan aka, bularcha kuchli mutaxassis ekani. Nima deysiz bular haqida? Bizga bunaqa mutaxassislik kerak emas. Ketqizorularing. Nimaga aka? Ishga olsa ishxonasi bundan ham gullab ketishi mumkin. O, tupoy. Bularni hozir agar ishga oladigan bo'lsa, bilasanmi bizlarning qancha ishlarimiz ochilib ketib qoladi. Levina kim qiladi? Katta xoling qiladimi? Bizga bunaqa mutaxassislik kerak emas. Agar keyingi safar ham shunaqa gapiradigan bo'lsang, sen o'zing ham boshqa to'g'rama ishla. Yo'qol, bor. Ishlaringni qil.